Assalamu alaykum qarindoshlar. Golland tili grammatikasi darsimizga xush keldinglar. Biz o'tgan soatdan boshlab almashlarni boshlagandik. Bugun almashlarning ikkinchi turi egilik almash. Ya'ni bizittilik fornoun word deymiz. Ya'ni egilik ismidan chiqib turadi. Ya'ni bir narsaga ega bo'lish, biz ega bo'lgan narsa bizning bo'ladi. Ya'ni tabalikini bildiradigan. Ondan bu almashlarning nimalik to'g'risida yani qisqachalam bir her qitimliq almashlarning her turini so'zlaganda buni yana qisqacha eskartib o'tamiz. Buni o'tgan soatda so'zlab bo'lganligimiz uchun men hozir tafsiliy so'zlamayman, lekin bu darsni birinchi qitim olgan qarindoshlar bo'lsa, o'zinglar o'qib tushunib olsanglar bo'ldi. Ya'ni almash degan bu so'z turkuminingki Uyg'ur tilimizdagi aniqlamasi. Golland tilida 9 turlik almash var. Biz o'tgan soatda kishilik almashni o'rgangandik. Bugungi darsimiz egilik almash. Dersimiz kilaylamsa, yani egilik almash bir şeyinin kimga tava ekanligini bildiradi. Yani bizning tilimizdagi mening, sening, sizning, bizning, ularning deb mushu so'zlar yani almashga tava. Ondan bu almashning keyinidan doim şu egilikni bildiradigan bir şeyi birga keladi. Mesela bu mening qalamim, sening pursting, sizning ota-onangiz, sizning bolangiz degandekchi. Yani nima ekanligini, qaysi shayni tava qilmoqchi bo'lganligi keldi. Endi Golland tilidagi almashlarningki shakllari mushu. Biz buni hozirgacha tekstlardami jiq uchratganchu. Bugungi darsimizda biz uchratmagan bir qancha shakllarni o'rganib o'tamiz. Yani personalika fornoun word, kishilik almash. Buni biz o'tgan soat o'rganib o'tgan. Bu kishilik almashlarningki egilik almash shakli, yani ik degan masalan men. Lekin mening demoqchi bo'lsak, men, mein, meine deb uch xil shakli bor. Jy, ye deganning ye, yav, yavi uch xil shakli. Ü deganning ü, üve, hey, yani er kishininki zin, zayn, zayni, zay ayol kishininki zay, zi birlik ayol kishi, har, hari, vay, v deganninki ons, onzi, yuli deganninki egilik almash shaklimi o'xshashli yuli, zay, zi deganninki hun, hunni. Yani ma yuli deganning masalan egilik almash shaklim yuli o'xshashgan, jumlada qanday farqlantiramiz degan vaqtda shu egilik, agar u egilik almash shaklida kelgan bo'lsa, uning keynidan cho'qim shu shay tavallik bo'lgan bir shayi yoki odam yoki narsa keladi. Masalan, Yuli house desa, sizlarning uyinglar, ha, keyindan house kelibdi, demak, bu yerda egilik shakliga deb bilalaymiz-ku. Yuli kinderen. Kinderen deb ism keladi. Demak, bu egilik shakliga debchu. Agarda Yuli zayn deb kelsa, u chaqda bu bosh kelish shakli ekan, chunki keyindan xabar kelyotidi. Yoki Yuli haben Yuli zaynlar Amsterdam qilgan. Yuli haben Hauswerk gemaakt desa, keyindan haben zayn gemaakt degandek fe'llar kelyotidi. Bu bosh kelish shakliga deb jumla ashning keyindan kelgan so'zga qarab bilalaymiz, garchi o'xshash bo'lsin-ku. Endi bu yerdagi min, zin degan bu shakllar qisqartirilgan shakli. Buning mayn bilan bo'lgan farqi, masalan, min bilan maynning farqi. Min degan odatda bu qisqartirilgan ig'iz tilida ko'proq qo'llaniladi. Ondan bu ko'pincha g'ayri rasmiy shakllarda emas, g'ayri shakllarda qo'llaniladi. Ondan mayn degani bu ham ig'iz tilida ko'p qo'llaniladi, lekin maynninki urg'usi kuchliroq bo'ldi-chu. Masalan, mayn book desak, mening kitobim deb, mening deganda bekroq eskartgan bo'lamiz. Men book desak, mening kitobim deb, yana bu yerda bek unda mening deganda bek unda urg'u bek kuchlandirmagan bo'lamiz-chu. Farqlari shu. Şoň har xil shakllarda mushta uchrab qolsa, farqlantirasanglar bo'ladi. Endi buni yodlab olishinglar kerak. Ondan vay deganning ko'rdinglar, ikki xil shakli bor, ons bilan onzi deb.
Buni burunqi darslardimi sizlar tekstda bayqab so'ragandinglar, tushuntirib qo'ygan, lekin hozir yana qisqacha. Yana ons degan d artikul keldigan ismlarga ishlatildi. Ons degan het artikul keldigan ismlarga. Masalan, bizning mashinamiz demoqchi bo'lsak, mashina degan bu ism d auto. D artikul keldiganlik uchun ons auto deymiz. Ons auto desak bo'lmaydi. Bizning uyimiz demoqchi bo'lsak, o vaqtda het house, het artikul keldigan ism bo'lganlik uchun ons house. Bizning ota-onamiz desak, the others, the artikul keldiganlik uchun ons others. Yani shunga diqqat qilinglar. Anda egilik almashlarninki ikki xil turi bor. Başdagi jadvalda uchraganti, hozir shuni tushundirman. Ya'ni het afxankalik bezetiliki fornam word, ya'ni mustaqil bo'lmagan tayinishchan egilik almash deymiz. Yani bir narsaga tayindigan. Yani birisi mustaqil bo'lgan egilik almash. Yani biz baya jadvalda ko'rgandiki main bilan mayni. Shu yani main degani tayinishchan egilik almash, yani bir narsaga tayinishlik, nimaga tayinishlik? Yani keyindi kildigan, şu tavallikni bildirib keldigan bir ismga tayinishlik. Mesela, this is mine book. Bu bo'lsa mening kitobim debchu. Yani mine ishlatgan vaqtimizda cho'qim keynidan bir narsa keladi. And he is her father. U uning dadasi debchu. Anda mustaqil shakli the mine degan shakli mustaqil. Yani mesela this is mine pen, bu mening qalamim yoki it is the mine yoki u meningki debchu. Xuddi bizning tilimizdagi meningki deganga o'xshatsanglar bo'ldi. Yani bizning tilimizda, Uyg'ur tilimizda mening degan mening qalamim deb unday keynidan bir ism yoki tavallik bo'lgan bir shay keldi yoki bu mening debla mustaqil kelalaydi. Lekin golland tilda shu mustaqil keldigini ma the mine, yani ma jadvalda ko'ralaysizlar mustaqil shaklini. Yani main degan tayinishchan shakli cho'qim keynidan bir ism birga kelish kerak, ism bo'lamdi va yoki ish qilib nimani tavallikini bildirsak, lekin ma'lum mustaqil shakli bular keynidan cho'qim bir ism yoki boshqa bir narsaning kelishining hojati yo'q. Yani the mayni, het mayni yoki the yavi, het yavi, the uva, het uva degandekchu. Endi bu ba'zida het degan, yani agarda biz bildirmoqchi bo'lgan u ism the artikul bo'lsa, u chaqda the mayni keldi. Agarda het artikul bo'lsa, het mayni keldi. Masalan, het book. Bu kitob degan het artikul keldigan nima u? Ism u. Shunga bu kitob meningki demoqchi bo'lsak, yani this is het mayni. Yani bu meningki deb, yani bir kitobni biz ko'rsatib turibchi, bir kitobni ko'rsatib bu meningki demoqchi bo'lsak, vaqtda het mayni keldi, chunki het artikul bo'lg'achqa. Masalan, qalam, the pen, bu qalam. Endi bir qalamni ko'rsatib turib, bu mening qalamim demoqchi bo'lsak, this is the mayni. Yani meningki deb. Chunki biz qalamni ko'rsatgachga, qalam the artikul keldigan ism bo'lg'achqa, shunga the mayni deymiz. Endi bu normalda ig'iz tilda bakcha ishlatib ketmaymiz, sil ta'sir qilganlik uchun odatda mushta this main pen, main book deb işte main yav u degan shaklni ko'proq ishlatamiz. Lekin buni bilib qo'yishinglar muhim. Agar jumlalarda uchirib qolib qolsanglar, ham agarda bu shaklni ishlatmoqchi bo'lsanglar, ya'ni qanday ishlatish, ya'ni uchun bu qoidani bilish ham zarur. Endi mana yana o'xshashlam jadval. Endi gollandcha shakli, men boya uyg'urcha shaklini qo'ygandim-ku. Endi har xil shaklda berib qo'ydim. Qog'ini o'zinglar qarab qaysini tushunishlik his qilsanglar, shu jadvalni masalan bisib chiqarib olib o'rganib olsanglar bo'ldi. Endi buni mana uyg'urcha shakli. Sizlar uchun ham uyg'urcha shaklnimi tiz o'tib ketib qoldi. Ekran sal turib avatib berman, hech qisi yo'q. Endi shu egilik almashlarninki mustaqil turiga bir qancha misollarni keldim. Masalan, is this mine pen of the yavi? Yani bu mening qalamimmi yoki sizningmi debchi, yani the yavi ishlatganligimiz uchun keyingi pen deb qo'shishimizning hojati yo'q. Hozir mustaqil turni ishlatyapmiz. And this is Ona's house.
And that is het hunne. Yani het hunne ulanın yani bu bizning uyimiz. Ons house. Het house boğalıqçı ons kilotudu. That is het hunne. Yani het house boğalıqçı miyade het kilotudu. Yani bu bizning uyimiz. A ulanın depçu. Ma mustaqil türü keynige house'ni qo'shmasak mı bo'ldi? Qo'shmaymiz ham. Qo'shsa xato bo'lib qoldi. Agarda men bu yerda keyniga house'ni qo'shdim desanglar, u taqda that is hun house debchi. O chaqda mustaqil bo'lmagan turini ishlatamiz. Yoki Xanvi met u auto of met de mijne. Yani biz sizning mashhurlaringizdan boramdik yoki meningki bilanmi deb, yani the mijne meningki, the auto bo'lganlik uchun the mijne bo'lyapti. Endi yana bir eskartadigan nuqta, ma Zayn bilan har. Ekran ko'rinyapti-da hozirmi? Evet. Ma Zayn bilan har boya jadvalda ma Zayn degan asli erlik uning, har degan ayollik uning bo'ladi-ku. Lekin ba'zida bunday shaklda qo'llanadi. Ya'ni golland tilida ismlar erlik ismlar, ayollik ismlar deb bo'lindi-ku. Ba'zida işte ba'zi bir ismlarimi bunda qo'llanadigan shakllar bor. Misollar tushundirman, lekin bu yer dargizmi yo'q bir kishining bir ayolning deganini bildirmaydi, balki shu biz ifodalab kelgan narsa. Masalan, men heeft zijn leven zelf in de hand desak, ya'ni bu yer dargizmi bu yerda bir kishining demakchi emas-ku. Ya'ni insonning hayoti o'zining qo'lida deb, ya'ni zijn leven, ya'ni insonning hayoti demakchi-ku. Ya'ni shu bütün odamlarni ko'rsatmoqchi, insonning hayoti o'zining qo'lida. En iedereen heeft zijn eigen probleem. Yani her kimning o'ziga xos masalalar bo'ladi deb. Yani bu yerda zayn degan shu har kimning hammadamni ko'rsatmoqchi. Hargiz bu yerda bir kishining da ko'rsatmoqchi emas. En iemand heeft zijn werk niet gedaan. Yani bir kim o'zining ishini qilmabdi deb bu yerda shu bir kimni ko'rsatmoqchi, umumiy bir. Balkim ayol bo'lishi mumkin, balkim kishi bo'lishi mumkin. Yani iemand bir odam deb. En niemand laat zijn kind alleen. Yani hiç kim o'zining bolasini yolg'iz qo'yib qo'ymaydi deb, miyada zijn kind o'zining bolasini deb yana umum odamlarni ko'rsatmoqchi uchun. Bular endi har degan ham ayollik ismlarga keladi. Masalan, de regering nam haar besluit zorgvuldig. Miyadagi har besluit degan nima regeringning, hukumatning qarorini ko'rsatmoqchi. Yani de regering degan ism ayollik ismiga tabi'chi. Shunga bu yerda har deb kelyapti. Hargizmi bu yerda bir ayol kishining qarorini demakchi emas. Yani hukumat qarorlarini atrofliq o'ylanib chiqardi deydi-ku. Har besluit, yani regeringning besluitini demakchi. De fabriek heeft haar werkzaamheden uitgebreid. Yani zavod o'zining xizmat doirasini kengaytdi, fabrika o'zining xizmat doirasini kengaytdi deb, miyada har degani, yani de fabriek degan ism ayollik ism bo'lganligi uchun har deb kelyapti-ku. Yani fabrikaning demakchi, yana bir ayol kishini bildirmoqchi emas. En de organisatie heeft haar jaarverslag gepubliceerd. Yani bu organ yillik dokladını e'lon qildi deb organizatsiyami ayollik ism bo'lganligi uchun. Endi bu qoidani sizlar so'zlash sabab, agar jumlada mushta shaklda kelib qolsa, hargizmi bu har degan asli bir ayolning, endi bu yerda bu hukumat bu ayolning qarorini deb nima demoqchi emas, balki bu mushta ismlar, regering, fabrik, organizatsiya degan ismlar cins tarafidan ayollik ismga tabi bo'lganligi uchun mush shaklda kelgan. Şuna men hozir sizlarga mundamda ism ayollik ism deb meni depiramayman, lekin mushta jumlalarni ko'rsam, hamma organizatsiya degan ism ayollik ism ekanda, fabrik degan ism ayollik ism ekanda deb shunda bilib olmanchi. Shu bu qoidani so'zlashning maqsadimi shu. Endi darsimizning oxirgi nuqtasiga keldik. Biz hozir ma jumlalarning hammasida egilik almashlar bor. Cümleni o'qib, tarjima qilib, egilik almashlarni chiqib boqamiz. Hozir birga qilamiz. Ondan yana bir topshiriq, mana ayil topshiriqi. Ondan hamma bo'sh o'rinlarga mos kelgan egilik almashni to'shqizib, jumlalarni tarjima qilib boqsanglar bo'ldi. Xalqan qarindoshlar darsdan tushgandan keyin, ondan men yiniga qaysi mushu bo'sh o'ringa to'shqizilgan almash, qaysi shakldagi bosh almashning egilik almash shakli ekanligini yozib qo'ydim. Bu topshiriqni ishlab topshiriq to'piga avatsanglar, topshiriq to'pimizdagi fidoyilar tekshirib beradi inshaalloh.
Mən bunun to'g'ri javobini keyingi soatda sizlar bilan o'rtoqlashaman. Yani qisqasi bugungi darsimiz egilik almash to'g'risida shu. Mən hozir hamda dastlab ko'ramagan bir qancha diyalarni ko'rsatay.